Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El kalamu ve ma yeteellefu minhu. Kalamuna lafzun mufidun kestakim. Vesmun ve fi'lun summa harfunil kelim. Vahiduhu kelimetun vel kavlu am. Ve kelimetun biha kalamun kad yu'am. El kalamu ve ma yeteellefu minhu. Bu bir peslidir. Kalam ve anda bilinmesi ki terkip tabudu o neyse şu ve anda bilinmesi üstüdeki telif tabudu yani terkip tabudu o kalam o neysidir. Müşrin üstüdeki deyim o bab bu yani pesl bu deydemdi. Bazı nusxaların özü pesildep boludu, bazıların bab boludu, bazılarda hiç mi yok. Yani el kalam ve ma yeteellefu degan müşkep boludu. Hem de biz Elpiye degan kitapniki metnisini okuatımız yani. Okup aldığı bir dersimiz tüygen boldu. Hazır ikinci ders. Şunu geldik. Hem de el kalamu mubtada. Vav harfetfe mağa ma ma'tup el kalamu ma'tufun aley. Yeteellefu ma'nınki ma degan isim mevsul yeteellefu onunki silisi. Minhu car mecrur yeteellefu kelime mutallik. Kalam o anda bilinmesi ki yani kelime ki terkip tabudu kalam şu kelimedin. Şunun üstünde terkip tabudan pesuldur bu deydi. Bu canın üzerinde el kalam mubtada oldu. Onunki haberi nime mehsub. Ya komaydı haza dep onunki beşik alsak bu kalamın üstüdür. Yani kalam üstüdür babdır. Kalam doğruluk yapkalımız biz. Ve kalam terkip tabudan neyse o nime kelime. Kelim bilen kalamın üstüde ma tövende muşnun üstü toxtalımız degan nemi o gapçı boludu emdi. Emdi kalam emdi hazır dedik ana kalam ve anda bir nasik madem murat kelime murat ve kelimenin üstündeki terkip tabudu yeteellefuniki zimiri kalam gıyanıdı minhuniki zimiri ma gıyanıdı yani kelimege ve anda bir kelimenin üstünde bab ki koşuludun terkip tabudu bu kalam o kelimedin. Mene kalam nemeden terkip tabudu? Kelimeden terkip tabudu. Yani kelimeninki üstüde hem kalamın üstüde biz bu babın üstüde muşnun üstücü toxtalımız. Kalam degen neyman, kandağız kalam boludun, kelime degen neyman, men muşnun üstüde bu kalamız toxtalımız ma babda deydemdi. Şimdi teellefe yeteellefu degen gap. Mene teellefe degen ellefe yuellifu ta'lib. Yani bizdeki Uygurtilde muallif deyimiz. Men muşnundan neme qan kelgençu gap. Yani ellefe yuellifu muallifun degan yani muallif yani ellefe degen gap. Bu neme qildi? Qo'shdi. Yani bir yerga neme qildi? Jam'i qildi, to'pladi degan nemede ma'nida. Ana alife ya'lafu degan ulpat deydi. Ulpat degan gap birisi chiqishdi, bir yerga keldi. Alışıp öttü yani yığıldı diyen nemede manida. Yani madem un sıfat elanlar o ulpatlışınlar diyen bir yer kelip hem karış birleşinlar diyen şu manida olur. Anlamadıkken ellepe yuellipu degen gap yani bir yer ekip onu çoğulu diyen gap yani muallif diyen şunudan çıkıyor bizimki Uygur tilideki yani yüzniki kallısı oynayan nesindeki üzerine bu adamın ameliyat var realdın asas kılıp neyini kılmakçı bir xil gayını toxtutup onu andaki real dünyadan onu körüp onu da kallısı bunu juğurup mengisi onu tefekkür kılıp şu arqaq andaki bu nesini ne kıldı birleştirdi. Birleştirip andaki mavakanı başkalar onu tarih makalarında onu da kılay dep onunki edebi şeklindeki üzerine ifade edip ondaki üzerinde andı juğlap o bir ne kıldı kitapçı kıldı. Yani bu itibardan bizdeki Uygur tilinde deyimiz onu muallif deydi hem Arapça gapning üzerinde muallif deydi musannif ma deydi çünkü musannif degeni musannefe yüsannefe degan silip qilib pachi qildi degan gap. Yani muallifniki yüzdeki nemizne her xil qismga bo'ldi degan nemede ma'nevida aniki musannif deydi bizniki Arapça gapniki üzerinde. Ondan oldikən İmam Malik deydi ki hazır ma babniki üzerinde kalam degan gapning üstü toxtalımız. İkincisi kalam terkip tapadigan bir kelime var. Biz aldığımız dersimiz dedik. Mene
Arapniki kelimesindeki üze nemeden terkip tapıdı 28 tane harften. En 3 tane harf bir yakasa bir kelime oldu. Meli kanda harf olsa bir kelime oldu. Kelime vücut çıkıdı. Onun deyken kelimeden en az 2. Ya o bir kançının ki üzün bir yak ekerimiz. Onun otur istat oldu. Bunun andaki nemi çıkıdı? Kalam çıkıdı. Ya ki yeni bir manideki üzede bu nemi çıkıdı? Cümle çıkıdı deyimiz. Ondan vadikin yani bu zincir sıman. Zincir sıman olur 28 harf nemi şu an ilip pətəsən başta okuyumuz yani. Okandaki onun deyken okumakçı olsam onu Kur'an okuşun, onu andaki serpni okuymayız, başta logatını okuymayız. Aldığında logatını okuydu yani Arapçılığını. Logat okuyan bir kelimenin ma'nosini okuydu. Onun deyki andaki bu kelimenin işini kandaqdı dep onu serpni sözleydiğin gap, onu deyki iki kelam, iki kelime, üç kelime, dört kelime degeldik bir yakip qalğımız. Bu kandaq oldu dep o kalam boludu. Benim muşundaq terkip çok boludan gap. Benim muş terkip bilen, muş tertip bilen mağdağan gap. Yani demek ma nahvi ilmininki üstüde kalam bilen kelimeninki üstünde imkalimez toxtalımız. Asasen kalamni yuqori qilishi nima qilgan? Chunki nahvi ilmininki bevosita tadqiq qilingan obyekti nima bo'lgan bo'ladi? Kalam bo'ladi. Kelima niminiki asos tadqiqot obyekti bo'ladi, ya'ni mavzui, ya'ni sarf ilmininki. Bu yerdagi kalamni gapini qilishi biz nahvi olimining ustida bo'lgandiki biz oldidan nahviga oid olan kalamning ustida gap qilamiz. Kalam kelimede terkip tapqandaki ikinci tabi hesabı bilen, andaki ikinci sebep hesabı bilen kelimenin gapini çıkıp koymayız diyen gapemdi. Hem de ya olmaydı kelimenin üzerine bu musannif yani İbn Malik başta kalamın gapini kırıp onundaki kitabın ahırda nahvi nime, serpinin gapini kuludu. Yani bu itibarla şu an kelime diyen ne irade kılgan ve ma yeteellefu minhu diyen ma gapini değişnik sebebi çoğu benim muşum. Şimdi bu İmam Malik rahmetullahi aleyh nim için başta kitabındaki 5'i de bu nehviye alakadar olan gapniki üzerine kalam bilen kelimeden üstünden gap koludu dese. Çünkü ilim nehvi kelime bilen kalamın üstünde oludu. Onunki tadqiqat obyekti şunun üstünde gap kılgan gap. Şunun üstünde gap kılgan gap. Şu nerse ne boludu? Mukaddem boludu. Mukaddem bolğandykin onundaki turduğan joyun tep bolğandykin onundaki şunun üstüge anı gap qılymız. Yani mundaq toxtutup, jozdaq bu yak toxtutup bolymız. Onundaki andaki bunun üstüden de ilim nahvide ma piluptu, ma payluptu, ma bubtudavtu, va haberuptu, ma ininin bilasuptu, aziruptu, zivaruptu, peşuptu, haluptu, temizuptu dep. Andaki şu näsiki üstüge qaydın üstü muşu kalamıqçu salımız. Kalamık sağ vaxtı özüde andaki bu ilimin nemisi oludu o kalam degan gapning özü mavzu oludu. Mavzu olgandaki bununki üstüde tadqiq qilamiz. Şunun üstü tadqiq qildi. Şu an ilim nahviniki mavzu nima deydi o? İlim nahviniki mavzu degan gap ilim nahviniki tadqiq qilgan obyekti yani real narsa yani mavjud narsaning o'zi kalam bilan kelimening ustida oludu. Kalam degan nima o? Kelime degan narsaning ustida oludu. Bu nima o? İlim nahvi oludu. Mana her ilimniki yüzdeki tadqiq qilgan bir obyekti oludu. Yani obyekti okumuz qanday? Maxsus şu joy yüzü şu. Mesela tafsir ilmi, sarf ilmi, nima? Tafsir ilmi, fiqh ilmi, usul fiqh, ximiya ilmi, fizik ilmi, matematik ilmi deganlardek hamma narsaniki mana ash narsaniki yüzdeki muayyan bir yer oludu. Şunun üstüde gap qilgan gap. Unda oldagi ilim nahviniki asosan o'rin nima? Kalam bilan nima? Kalam bilan kelime boludu. Bunun üstüde tüygen kadar kelime bilan kalamın üstüde gap qilamiz. Mana ma kalamning vücut chiqishi uchun oldindan bunu deydi. Kalamdan vücut chiqadi. Andaki bunun üstü bidam pash, bidam zir, bidam ism, bidam pel andaq oldu. Bu nima uchun mundaq oldu? Nima uchun pilup qaldı? Nima uchun zirup qaldı? Nima uchun zivarup qaldı? Nima uchun deganlidik? Men mushu faqat kalamning üstüde gap qilgan gap. Endi kelimening üstüde bo'lishi bu sarf ilminiki qoidasi oludu. Sarf ilim nima uchun 3 harf bo'ldi? Nima uchun zir o'qiymiz? Nima uchun ma'ni ilib yo'tqivyapmiz? Nima uchun yo'qolib ketdi? 2 harf bo'lib qoldi mesela yadun, demon degandek. Nima uchun 4 harf bo'lib qoldi? Nima uchun 5 bo'lib qoldi deganlikniki kelimeniki ustida ishchilik gap qilgan ishninki o'zi bu sarf ilmi oludu. Nahvi ilmi uchun
kalam, yani ikki kelime bir yakib kaldı. Nima uchun bir yakib kaldı? Nima uchun zirib kaldı deb bunun ustida yo'q gap bo'lgan gap. Shu e'tibor bilan İmam Malik ibn Malik rahmetullah alayh yüzlük kitibindeki 5'ida meni mavzu muqaddam bo'ldi deb, shu kelime bilan kalamniki ustida yo'q gap qilamiz degenicha shu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Bizniki kalamimiz bir labzidir ki payda bergichide u labzi istaqim o'xshash. Ve isimdir, fildir, andikin harfdir, kelim. Deydi. O kelimuniki mufridi kelimetundur. Kavl diyen gap amdur. Yani her işkili kelime am. Kelime şu kelimetun diyen gap, şu gap bilen kalan bazıda maksat kalınudu deydi. Bir yerde kad yaum ya ki kad yuam. Ama yaumu diyen nemi kıldı manasida maksat kıldı, niyat kıldı diyen nemi de manide. Bu yerde kad yuam deb sakin okuşumuz kapiyi doğruçu kesun. Yani am deb geldi çünkü vezniki üzüp mupaelden deb nun sakin bolgan bunu düşürüşü sakin okuydu. Bomsa amma ya ummu ya yuammu deb okuş gerek. Şoma bu yerde sakin cazim okudu. Bu cazimin üzü bu arzi esebini mo peş. Mecul bu yerde. Bunun manası şu. Hem de bununki terkibi el-kelam ve ma yeteallafu minhu diye vaktin üzde bu ikisindeki meni terkibini mubtada haber deb başta dedik. Madin nimini irade kıldığını deb. Hem de kelamuna muzaf uzay mubtada. Labzun haber. Mufidun ikinci nime haber. Kestakim degan jar majrur nima o? Jar majrur muttaliq mahzuf haber oldu. Hem de bu yerda nima uchun jar majrur deymiz? Kap degan o'ziniki tahdidi kelgan ism nima qildi? Zir qildi. Hem de bu zir qandiki bu yerda kapniki o'zi ismga kirmay bu istaqim degan pildan iborat bo'lgan jumlaga kirdi. Cümleniki o'rni bo'lganligi mabni bo'ladi, uniki i'rob hech o'zgarmaydi. Shuning uchun ana kap kirishda bu istaqim deb amrda ashtaq sokin qilib o'qiydik. Unda o'g'ankin buniki mahalliy nima? Ko'rinishda madaq bo'lgan buniki o'rni zir bo'ldi, chunki kap zir qildi deymiz. Bu kapni nimish mutaliq mahsub deymiz. Buniki aloqador bo'lgan narsa uniki oldida mahsub bo'ladi. Ya'ni bizning kalomimiz foyda bergan labzi dur dedim-a. Degandiki buni misol ko'rsat degan gap. Ko'rsatdim men, istaqim o'xshaydi dedim. Ya'ni ash gapning o'zi mutalliq bo'ladi yoki muftadoi mahsubniki xabari. O'chamizda misaluhu kastaqim degan gap. Ya'ni u foyda bergan labziniki misoli istaqim o'xshashdir degan çok gap bo'ladi. Endi vav istinab ismun xabar muqaddam vav harf atfa fi'lun ma'tuf ismuhu ma'tufuna da summa yine harf atf bo'lgan bo'ladi. Yani harf atf qanchati 10 ti. Anadikin harfun ma'tuf ismun yoki fi'lun har ishkilsi atf qilsaqchi bo'ladi. Bu xabar muqaddam bo'ladi. El kelimu nima mubtada'i muakhar. Shuna isimdir, fi'ldir, andikin harfdir, kelim dedik. Kelim degani nima? Isimdir, fi'ldir, andikin harfdir degan gap asl qoida bo'yicha. Ma qopiyiniki jahdidan andikin mubtada boshda bo'ladi, xabar kim bo'ladi. Bu qopiyiniki jahdidan she'r bo'lgandikin zarur deb o'chamizda ashundaq mubtada keyin ya o'ttirda yoki xabar ustida boshqa qilib qolgan ish yo'q bor. Buniki ma'nosi ham tarkibi mushu. Endi bizniki kalomimiz deyiladi. Endi bizning kalomimiz degan gap bizga kim? Ya'ni Ibn Malik deydi, men demay biz deydi. Ibn Malik kim? Nahviy olimi, mashhur. Nahviy olim bo'lgandikin, ya'ni shu nahviy olimda boshqa yana Ibn Muti deganda ustozi va bu odamning shuna birlikda uniki oldidagi odamlarning hammasi nahviy olimlarni ko'z tutmoqchi. Ya'ni biz nahviy olimlarniki ko'z qarashcha istilohida kalam degan nima deydi. Yani kalam degan nima? Kalamniki asl lug'at ma'nosi nima? Kalama yakrimu kalm, yani kallama yukallim taklim deydi, jarohat qildi, yorlandirdi degan ma'noda. Unda o'g'andikin bu lug'at ma'nosi shu. Chunki odamning ichidagi narsaning o'zida til orqali mundaq chiqqani go'yo bir harakat qilib mundaqqa e'tiborlan bu og'iz chiqqan gapniki o'zini arabda kalam deb atagan gap.
Yani yığır kılınıp, məqulu mənisində yığır kılınıp çıkan bir gap, manda sırtı kandak bir nəsə çıxdı ya, çıkan gap şundaq çıxır. Şu itibarla bunu kalam deyilən gap. Bu lügat mənisi jo, muşu. Əmdi bununki nəhvi ölümalarımızdaki istilah mənisində. Nəhvi ölümalarımız bizdeki kalamimiz degeni bizde bulmagan, ya ki lügat mənisi, ya ki başqalar itiqad qılatqan kalam o köz tutulmaydı. Yani nehvi ölümalarımızdaki istilahideki kalam depkesi neyim boludu? Birinci, o bir lafzi oludu deydi. Yani lafzi oludu degan gap, lapaza yalpuzu lafz degan otdi, ramaya ma'nida, yani otdi degan gap bir narsa bir adam yap ağzımda at qalığın üzerine Arapça lafz deydi. Yani bu lafzdaki üzerine nima için atqan narsani bunu lafz deydi o desa, çünkü insan üzündeki konuldaki narsani til arqali atqandaki sirtqa goya bu nima bo'lgan bo'ldi, atqan bo'ldi ana. Şu yalqi yegan narsaki shakal bir narsa atqandak, bunu şu atqan bo'ldi. Bu itibardan bu nima deymiz, uni lafz deymiz. Yani bizning lafimiz og'izi chiqadigan narsadir. Yani ağız çıkan narsadir degandan anda insonniki og'iz chiqqan narsaniki o'zi hammasi, yani arablarniki Aşının hemmisini kalam deymiz degan bo'ldi. Bunun ichida andikin uni ma'nosi bilinmasin, bir qancha olsa yoki nima bo'lsa, og'iz chiqqanlik bo'lgan bo'lsa, bu bir nima bo'ladi? Kalam degan gap bo'ldi. Lekin bu fidun degan gaplar bu chiqib ketadi. O labziki hamma chiqqan, og'iz chiqqan narsa hammasi kalam bo'lmaydi. Uniki shart va u qonun foyda berguchi ide o nima? Labz. Yani o labzning o'zi biz ağzı çıkan vaktimizde ma gapni anlap turgan muhatapga nima qiladi? Ha, mutakallim mani debdi, deb uni manfaat yetkazgidek. Mana ash gapninki o'zini biz nima deymiz uni so'zni biz uni uchun kalam deymiz deydi. Unda o'ziki foyda beramagan narsaning o'zi kalam bo'lmaydi. Masalan, og'zidan qancha narsa chiqib ketsa, masalan, u qavun, masalan, Zeydun Qaymun, mesela Abdullah Qariun debdi. Mesela Zayd o'quvchidir desek, tinşavatqa adam bundan foyda oladi ki, ha, Zayd o'qib etibdi deb shuk tuturdan gap. Yani yaxshini sukut deb atiladi, ana boshqa kitoblarda bor. Yani muhatapning o'zi, xitob qilgan odamning o'zi mutakallimning gapini anglab shuk turadigan gap. Mana bu e'tibor bilan uni kalam deymiz dedi. Ammo shuk turmagan bir mencha og'iz chiqqan gaplar mutakallim. Mesela nima? Mesela 2, 3, 4, 5 tane gap çıkıp geldi o kelimeden. Ama şük durmaydı. O nima deydi o? Nima deydi o adam? O gibi ağın demem sen dep onu intizar olup kalıp durdu. Mesela o kavun eğer ma işini kıp kalsan, yani in caa Zeydun, in zarebe Zeydun, yani kullama caa Zeydun diğerledek müştak kıp kalsan, eğer zet ursa, ya eğer zet nima kıp kalsan, zet oksa, ya ki sen ballarımız değil, eğer sen ma işte kıp kalksan, diğerledik aşağıda yani 3-4 tane kelime var. Bu birkaç kelime terkip taptı ama ağzımız çıktı. Bu gapning o'zi muhatapga nima qilmaydi, shuk turmaydi. Ha, nima bo'ldi demsa, qilsam nima bo'ladi deydi. Degandiki bu nima demaymiz uni kalam demaymiz, chunki bu gapniki o'zi tingshavatqa odamga qanoat qilg'idek, gapning bir ma'ni mazmun elib shuk turg'idek bir holatchi hosil bo'lmaydi. Yani o gapning o'zi jazman muhatapning o'ziga foydani rasmiy to'liq bir shaklda yetkazishi, shundan o gapning o'ziga qanoat qilib muhatapning o'zi uni shuk turishi kerak. Mana buni deymiz, uni kalam deymiz deydi. Yani ma lafzi shunda qisqa. Mana yuqorida degan bu Alfiya degan kitobniki o'zi shu yiroq ma'nining o'zi qisqa lafzi bilan yaqin qoladi deb deyman. Mana shu yerda yarım bayt bilan bu kalamni tushuntiryapti adam. Qolgan kitoblarda Kalakan, İdaynahi, başka muhallas, nima degan aş kitabını okusak kalamni acayip tushuntirib, bir varaq, ikki varaq qilib. Ayni tushuntirib ketdi. Shu gapning o'zida mena ikki eg'iz gap bilan men tushuntiryapti adam. Mena Alfiya shunday kitob ana, o'zi degandek amaliyotda. Endi mufidun degan afada yufidu buni bilamiz, zodi ism fa'il. Yani foyda berguchi o lafzi paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Foyda vermeyen gapcik hani bizimkide önemli değil mi sehmazda tutup. Mesela o ne okşaydı dese istakim okşaydı. Yani istakim degenen gap Rus bol depti. Bir adam yeni bir adam ne depti? Rus bol depti. Rus bol dese adam nima deyapsa demeydi. Nima deydi? Hem daha diğer adamın üzüm gibi unaydigan adamga deydigan gap uni.
Degandiki shuning bilan balasiga yoki tuqqanlarga yoki askar nimalar bo'lib qolsa, rus bo'linglar degandiki, adam meni tub-tuz o'shni talab qo'yibdi deb, gapni anglab, qanoat qilib, andik tub-tuzchi bo'lgan gap. Mana mushnaga nima qiladi? O'xshaydi bu kalom degan gap deydi endi. Endi bu İbn Malik rahmetullah alayh bu yerda istaqim degan gapning o'zini keltirdi. Asli bizniki og'zimiz chiqqan vaqtda istaqim deb chiqsaymi bir og'iz gap bo'ldi. Shakl bu. Lekin bu og'zimizdan bir og'iz gap chiqib, ya'ni istaqim bo'lsa-mu, lekin mohiyatda bu nima? Mohiyatda ikki kelima. Chunki istaqimniki tahdida nima va zimir fa'ildan iborat bo'lgan muxotabniki zimir bo'lgan anta va. Yani istaqim anta degan gap, anta degan istaqimning tahdid yushirilgan. Mana yushirilganlik uchun bu nim bo'ldi? Ikki kelima bo'ldi. Ikki kelimadan şu an tarkib tepib bu nim deymiz ataymiz, yani payda verdi, bunu kalam. Bunu deymiz. Endi bu yerda musannif rahmetullah alayh endi qofiyaning jahdida balki istaqim deb keltirgan bo'lishi mumkin. Bu yerda nima uchun istaqim deb keltirdi? Chunki ma kitobimiz başladık. Siz ma kitobni o'qigan vaqtingizda har qanday vaqtingizda siz niyatingiz va butun ishingiz hammasi rus bo'lsin. To'g'ri niyat bilan o'qing, ravurs bo'ling, mustaqimchi bo'ling degan uqtirish ta'lim tarbiya va undan boshqa istaqim degan pilniki kalimaniki kalomning o'zini keltirishi, ya'ni kalomning o'zi ikki xil narsani tarkib topadi. Yani ikki xil narsani tarkib topgan kalima bilan ikki kalimadan bu zot uchiq, hammadan buni biladi. Ammo uniki bir kalimasi maxfi bo'lgan, ya'ni zimir holatda bo'lgan bir kalima bor. Mana shu bo'lgan bo'lsa-mu, bu nima bo'ladi? Kalam bo'ladi, chunki u og'zimiz deyilib yo xat yozilib qolmasa-mu, uniki ma'nosida anta degan nima narsa bor. Mana bu ikki narsa nima bo'lgan bo'ldi? Tarkibchi topgan bo'ldi. Ya'ni kalamning o'zi zohir ikki kalima yoki bo'lmaydi, zohir yoki bir nima muzmar, ya'ni zimirdan iborat bo'lgan narsadan nima qilibdi? Tarkib topadi. Yani onu da başka istaqimni keltirişi, yani kalam ikki narsa kelimati tarkib topadi ekan. İkkisiniki o'ttirizda rasmiy isnot bo'lishi kerak. Mana isnotdan iborat bo'lgan, mana narsa bo'lishi kerak. Bu isnotning o'zi, ya'ni isnot degan gap, ya'ni xabarning o'zini mubtadoga yoki boshqa kelgan ya'ni musnad ilayga yo'lash e'tibor bilan bo'ladi. Mana mushu shaklchi bo'lishi kerak. İsnat bo'lsa anıdayken bu ikki kelime bilan bir yoki ayog'ida isnat bir-biz yo'lishib anıdayken bir mazmuni chiqara oladigan gap. Bo'lmasa ikkisiniki o'ttirib isnat bo'lgan narsaniki o'zi bo'lmasa, bog'laydigan narsaning o'zi bo'lmasa, o'zi ayrim bir kelime bo'lib, u chog'ning o'zida bu nahviy ilmi, nahviy olimning istilohi emas. Bu nimaniki? Sarf ulamolarımızın lug'at ma'nosidagi. Lug'atdagi olimlarning o'zi, masalan, inja zaydun degan gapning o'zi nima deydi uni? Ma'ni aytayverdi. Ona kalamda ish yo'q. Faqat har bir kalimaning ma'nosi nima? Bu. Ammo nahviy olimlar shu buning gapini qilmaydi. Shunga bu yerda istaqimni keltirishniki sababchi mushu. Xo'sh, shuning bilan hozir nahviy ulamolarimizdagi istilohidagi kalam degan gapniki ta'rifi hozir nima qildi? Tugidi. Bu nima qildi? Tugidi. Endi kalimaga keldik. Endi ismdur, pildur, anadikin harftur, kelim deydi. Endi kelimun degan nima? El kelimu degan jam'i bo'ladi, uniki vahidi kelimatun. Biz endi boshqa kitobda o'qiyotgan kelimatun, el kelima degan nima deb o'qidik ana. El kelimatu lafzu mufradun nima? Wudi'a limanan degan ma'noni işte o'qidik. Bu yer kelimat deb nima qildi? Kelimadan jam'i keltirib İmam İbn Malik kelimeler degan nima bo'lsa, kelimeler qancha qism bo'ladi? 3 bo'ladi yani. Birisi ism, ikkinchisi nima? Fil, anidayken bu nima bo'ladi? 3 uchinchisi nima bo'ladi? Harfchi bo'ladi. 3 qismchi bo'ladi deydi endi. Unda o'g'andan hozir mush bir bayt bilan kalam bilan kelimani biz o'qib oldik. Ya'ni o'tir isnat va isnat degan bu nima? Masalan, Zaydun qoimun bilan Zayd bilan qoim ikkisi ayrim kelime. İkkisiniki o'ttirni chatadigan va deb bir zimir bor. Isnat deymiz buni. Sanat, nisbat deymiz. Zaydun va qoimun degan gap. U Zaydun va qoimun degan gap, hu degan ikkisini bir-bir chaplab turib,
Andikin ayrı mustaqil olgan ikkisi çaplaydigan bir yerga ekilgan narsa huwa bo'ladi. Shuning uchun osh zimirniki o'zi bo'lish kerak, buni nisbat deydi. Zat o'rtog'idir degan gapniki o'zidan zatga bog'laydigan huwa bor. Bo'lganligi bu kalam bo'ldi. Ammo ikkisining o'rtasida nisbat bo'lmasa bo'lmaydi. Nisbat bo'lmasa, masalan, al-jidaru qoimun desak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Çünkü isnat to'g'ri kelmaydi, yo'li bo'lmaydi. Çünkü tamni o'ri oldi, yiqildi, yetib oldi, uxladi degan olmaydigan gap. Mana bu e'tibordan uni nima degan olmaydi, u yerda nisbat va degan olmaydi, nisbat qilgan olmaydi ham bu. Buni uqdiq, unidikin bu kalamning o'zi kalimadan tarkib topqani, kalimaniki o'zi qancha qism bo'lar ekan? 3 qism bo'lar ekan. Birisi ism, birisi nima? Pil. Unidikin harf bo'lar ekan. Ism degan nima? Ism degan gapniki o'zi, ism degan o bir kelime olup insanın ağzı çıkıdığan nərsə olup bununki əsli vacib qoyğan bir məni var. Şu məniniki üzdü var. Men muşu nərsiniki üzü, yani kelimeniki üzü, yani sözün üzü, şu məniniki üzü, onunki içində hiç qanday bir zaman mənisi yok. Ya ötken zaman ya bugünkü mənisi degan gap yok. Menim muşundaq bolğan halətdəki bir xil tələffüzün üzünü zaman mənisi yok. Aşdaq bir nərsin üzü müstəqil uqtura alaydı. Uqtuğandı ki biz bunu ne deyimiz, ona isim deyimiz. Depço, bu şunu deyimiz. Hem de pil degen neyim? Pil degen, yüzniki aş zarabe deyli, mesela kara edilsek, ya ki elim edilsek, aş gapniki yüzüde bir mani var. Yani uquş, ya ki uruş degen mani şu. Bu maniniki yüzünü bu kelime yüz uqturalaydı. Yani urdu degan depaqan degan gapni hammada o'qidi zot biz Uyg'ur tilida, arab tilida hamma zarabani o'qidi. O'zining ash zarabaning ichida bor ma'ni, ovozi shunda qo'ygandiki buni hammadan o'qidi, ammo buniki ma'nisida nima bor? Zaman ma'ni bor. Ya'ni zaman ma'ni bo'ldi, zaman qancha? 3. Ya o'tgan zaman, ya kelajak, ya hozir zaman. Mana bu 3 xil zamonning ichida bulup 12 bir ma'nini bildira olsa mustaqil bo'lgan holat ikkinchi bir narsaga tayanmay biz buni nima deymiz, uni pil deymiz. Ism bilan pilning orlig'i demaykan farq qilar ekan. Ismda zaman yo'q. Ya'ni Zayd Naxun degandagi o'tgan zaman Zayd Naxunti, hozir Zayd Naxun, buni Zayd Naxun emas. Zaman degan ma'nini bildirmaydi ana. Yo'q. Ammo pilning ichida shu ma'nini bildirsa zaman bilan qo'shib bildirdi. Bu nima bo'ldi? Pil bo'ldi. Endi harfchi. Harfniki o'zi bu ikkisi o'xshamaydi. Yani harfniki o'zida bir ma'ni var, lekin u ma'nining o'zi bevosita mustaqil bo'lgan holatda, ya'ni bir dars tayanmay turib, o'zidagi ma'nisi uqtiramaydi. Masalan, ba dedik yoki pi dedik. Pi degan vaqt o'zida zarb deymiz ham biz o'qib olgandan keyin. Ammo shu ichida degan gapniki o'zi mustaqil bo'lgan yolg'iz kelgan vaqt uqtiramaydi. Bu nimada bu pigo zarb deb o'qidik deb. Bu onun keyin bir qancha ma'nisi var. Unda bu ma'nining o'zi qanday uqtirganda deb o'qilinmaydi. Bu ma'nini o'zida keyin kelgan mushu bir ism bir narsa bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'ingizda shuni tayinib, shunida shu ma'ni bo'lsa, andan keyin u pi o'qib, andan keyin menda mandaq ma'ni vardi deb uqtirdi. Masalan, Zaydu fiddari desak, Zayd o'yinning ichida dur degan gap bo'ladi. Asli pining ichi zarb dedik. Zarb degani qachon? Yani özünün aldıdaki nersin özdeki hikaye nersin işte bildirdi degan şu ma'nida. Bildirdi bo'lgandan şu bildirdi içidagi degan ma'nini bildirish uchun pininki jazma pidin kirgan, pidin kelgan ism yani zarb holatda bo'lishi kerak. Yani dar degan nima? Darga o'y degani jiq bilan patadigan narsa. U qachilik rolini o'ynaydi. Shu e'tiborla andikin ha men ishni men bildirman deb andikin bundaq bildirdim. Yani ikkinchi bir narsaga tayinib turib o'zining ichidagi ma'nini onun yordami bilan andikin bu ma'nini, yani shu undanki ma'nosi oshirib bo'lsa andikin uqtira oladi degan shu gap bo'ladi. Bu nima u? Bu harf deymiz. Shu harflarniki hammasi masalan avomilni o'qidik. Avomilda qancha dona omil bor? Yani 100 tane amil var. 100 tane amilning ichidan bu yerda amilning ichidan harf e'tiborida bir qancha nima var? Shu afal naqsa, afal qulub, afal muqariba, mad va zam degan mushu pillarni chiqarayotgan amil bo'lgan pillarni chiqarib qolgan hammasini bo'lgan bo'ladi. Uçan o'zida harf bo'lgan bo'ladi. Bu harflarning o'zi har biri o'zi bir ma'ni var, ammo o'zi mustaqil bo'lgan holatda buni qilmaydi, uqtiramaydi. Mana bu nima deymiz uni? Harf deymiz. Endi bu yerda harf degan nima degan gap lug'at ma'nosi taraf degan ma'noda. Chunki bir taraf kelib qoldi. Chunki kalamning ichida asos nuqtaliq narsa nima? Ism bilan pil.
Bu harf nima anı qaragan bitirab, yani o bo'lmasin bo'ladi, bo'lsin bo'lgan gap. Har qanday kalamning o'zida pil, harf bo'lmasa bo'lmaydigan gap yo'q. Masalan, Zaydo qomiti yo'q ana. O pilniki ehtiyoj bo'lgan vaqtning o'zida uni ishlatadigan gap shu bitirabda turib turdi, bu ikkinchi o'rinda, ikkinchi sinfda degan gap. Bu ma'noda bo'lgan bo'ladi. Undan keyin bu musannif rahmatullohi bu yerda summani keltirish nima uchun? Chunki summa degan tarahi. Bu yerda ham ism pil bo'lib, anidikin emas. Ya'ni hozir degandek ism bilan pil qaragan vaqtning o'zida arabniki kalomida ikkinchi daraja keladi. Ya'ni foydasi kelsa ishlatilgan bo'lmasa ishlatmagan shu e'tibordan bu yerda Ibn Malik rahmatullohi alayhi nima dedi buni? Summa deb nima qildi? Bu yerda keltirdi. Shu bilan hozir mana kalom va kelimadan iborat bo'lgan narsa deb kelima 3 qism bo'ladi deb ism pil harf hammasini nima qildi? Bir baytlab tugidi. Mana labzi qisqa ma'nosi nima ekan? Uzun ekan. Shunga uzun, aqsa, ya'ni eng yiroq ma'noni qisqa labzi bilan keltirdi degan uchun shu. Unda o'g'an ekan bu kitobni o'qishda mustahnim qilish kerak, o'qish kerak deydi endi. Endi bu kelimeniki vahidi deganingizdanki zemiri nima yanıdı? Kelime yanıdı. Bu kelimeniki vahidi yani mufridi kelimetundur. Yani kelimetundur. Kelimetun deyimiz şu an bir tane kelime degan gap. Kelimu degan nima? Jiq kelimeler degan gap bo'ladi. O'chani jiq kelime deb oyada nima qildi? O yerda mana 3 dedi. Bu eng az 3 bo'lgan bo'ldi yani. Unda o'g'an ekan val qavlu amma. Az amma degan pil mazi bu yerda am deymiz sakin o'qimiz qofiyaning jihatidan. Endi qul deydigan bir narsa bor. Mana kalam, kelime bu ikki gap chiqdi. Uningdagi buniki ma'nosini o'qidik. Andaki bu ikkalisiga ishlatilgan bir o'rtaq bir mushtarak bir lafzi bor. U qavu qav. Qav am bo'ldi, bu qav ham nimaga am bo'ldi, kalamigimi ham kelimimi uchun am bo'ldi. Deb mushtaq nima qildi? Uni uchun deydi. Endi qav am bo'ldi degan gap qavning o'zini ham kalamigim qav deydi. Hem kelimenin üzgün nima deb ishlatildi? Qavlun degan talaffuzning uchun ishlatildi. Ba'zida ma so'z deb ishlatildi. So'z degan nima degan gap? Kalam deb ishlatilgan, ya'ni kalamning o'zini ham so'z deymiz. Masalan, ma so'z degan ma so'zlik deymiz ana. Kelimetunimiz söz uchun qavlun deymiz. Arablarniki odatda ham arabcha kitoblarda bizning o'qitgan kitobda mushtaq bir gapchi bor. Bu hammasiga nima? Am. Unda o'g'al ekan bu yerda hamda qavl ikkinchisiga nisbatan nima? Mutlaq am. Mutlaq nima bo'lgan bo'ldi? Am bo'lgan bo'ldi. Ikkisi nima? Mutaxas. Endi kelim bilan kalamning o'ttirisiga nisbat uchun kelim bilan kalamniki o'ttirisiga nisbatniki o'zi. Mana kelime am bo'lgan bo'ladi. Kalam nima? Kelime qaragani xos. Chunki kalam degan nima bo'lish? Ikki kelimada tarkib topgan, ikkisini o'ttir nisbat bo'lgan, uni tingshavatga adam uni gapni tushunib o'qib tushungan holatda bo'lgan bo'lsa kalam bo'lgan bo'ldi. Buniki qanchaki ta'rifi gapni jiq qo'shsak, o'sha xos qaylanib ketadi. Bu urf odatimiz shu. Endi bu kelime degan nima? Kelime degan o'ziga mustaqil vazif qo'ygan ma'noni o'zi mustaqil holatda ma'noni uqtira olsa, bir lafzi uning hammasi nima? Kelime. Unda o'g'ani kalamning ichida ham kelime bor. Yani kalamning ichida ham kelime bor. Ammo kelimening ichida nima yo'q? Kalam yo'q. Shu kalam nima bo'lgan bo'ldi? Mana xos kelime uchun am bo'lgan bo'ldi. Endi ikkisiga nisbatan eng am bo'lgan nima? Qawl, ya'ni so'z deydi. Yine deydi İbn Malik ve kelimetun biha kalamun qad yu'am. Endi kelime. Endi mutlaq kelime am bo'lgan bo'ldi, kalam xos bo'lgan bo'ldi. Meni yuqorqi nimasiga asosan. Chunki kelim kalam nimadan tarkib topadi? Kelimedan tarkib topadi. Kelime tarkib topganligi demak kalamning ichi kelim bor ekan degan gap. Unda o'g'andan bu kalam bağayan o'zi kelimchi baralaydigan gap. Ammo kelim bağayagichi, mesela Zaydun deb kelsa, mesela qoma deb kelsa, yolg'iz, buni nima deymiz uni? Kelime deymiz, am kalam degil bo'lamda bo'lmaydi. Unda o'g'aniki nima bo'ldi? Kalamning o'zi xos, kelime am bo'lgan bo'ldi. Endi ikkisi o'tirdi am xusus aloqasi bor. Yana deydi endi ishlatish nemisda, kelime degan gap, shu kelime degan gap bilan kalamni ba'zi vaqtda maqsad qilinadi u kalamni. Yani bazı vaqtlarda Araplarninki o'zida, yani Arap kitap ve Kur'an yaydırsının o'zida kelimetun deb ishlatildi.
Bu yerdeki kelimetun degan siz ayadagi irod qilib bo'lgan faqat bir og'iz gapdan iborat bo'lgan, so'zlikdan iborat bo'lgan bu emas. U nimani maqsad qilib qoldi u yerda kelimetun deganda kalam. Ya'ni ikki kalimani tarkib topgan, u onga odamniki o'zi unidan nima olgan foyda og'ida bir gapni ishlab qolgan, gapni o'zi arablarning kitoblarida va arab kitoblarida uchu ba. Ham o'rib odatda uchu ba. Buni o'qib qo'ying dedi. Masalan, nima deb o'qiymiz masalan, bizga hammamiz mashhurg'ini kelima tayyiba. Bu nima degan gap? Tavhidning kelimasi deymiz. Bu tavhidning kelimasi qavm la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu nima cümle. Bu nima kalam. Mana kalamning o'zi nima deb ishlatgani? Kelimatu tavhid, kelimatu shahodat, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur kalam. Bu shu kalamniki o'zini ba'zi vaqtda o'zini nima deb ishlatibdi? Kelimatun deb nima qilibdi? Bu joyning o'zida ishlatibdi. Bundaq bir odat, ya'ni majoz deymiz-ku ilm ma'ani bo'yicha. Mana majoz shaklda mushta ishlatilgan odatchu ba. Buni nima qilib qo'ying, mana o'qib qo'ying. Deydi. Benim şu paydım, şu gapniki o'zi başka nahviy kitapta yok. Ama Elpiye degan İbn Malikniki ma kitabida nima o ba. Şu bu kitap nima? Nay paylı kitap. Şu biz mesela Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'da okusak, mesela Kur'an-ı Kerim'de ban o kelimetun va qailuha degan. Aşağı apırıp ya da kelime degan biz mayat okugan bir ig'iz kelime ya Zeydun ya qama ya ki Cidarun ya kitabun degan gapni o'zi deb o'qidik. Undan bo'lsa, ani shu gap o'xshaydi deb tushunib qolsak bo'lmaydi. Aslida shunday tushunishimiz kerakdi. Lekin unda ishchi yo'q deb bizga mayada ba'da bizga o'rgatib qo'ydi Ibn Malik. Buni ular andikin kelime degan gapgan, kalam degan gap mada o'ttirdi, mada aloqa qism o'ttirdi kul juz'i deb. Bu sababli kelimeni deb ba'zi vaqtda kalamni mundaq qilib qolgan ish va men irod qilib qolgan ishchi bor deydi. Endi kalamni deb kelimani irod qilgan ish bormi? Bunuga balkim yo'q o'xshaydi. Bu to'g'riliq nima qilmoqlik Ibn Malik rahmatullohi alayh. Men bu gap bu ustida gapcho qilmoqlik endi. Bil jarri va tanvini va nida va al va mustadil lil ismi tamyizun hasan deydi. Xo'sh. Anda o'g'andikin biz yuqorida kalamni bildik, kelimani ham bildik. Kelimenin yüzü 3 kısım bo'ladi ekan. Birinchisi isim, ikkinchisi fil, uchinchi harf. Onda o'g'andikin birinchi darajaga Ibn Malik nimani qo'ydi? Ismni qo'ydi. Mana ism eng nima o? Foydali, eng ustun turdi. Undan keyin ikkinchi darajada fil turdi, uchinchi darajada harf turdi. Chunki nima uchun? Chunki ism bor, ism bo'lib isim bilan kalamchi tarkib topadi, unuga bir mutakallim o'zining maqsadini deb yetkiza oladi, uqtira oladi. Zeydu qaymun, mana hozir kitobun deb, mana bunda qila oladi. Ammo ikki fildan yoki ikki harfdan bunda bir kalam hech hosil bo'lmaydi. Buning manfaati yo'q. Har filninkimi o'zi mustaqil ma'ni bildirsimi, lekin kalam bo'lib vujud chiqish uchun jazma filniki o'zi yondishib yo bash oxirida bir ism bo'lishi kerak. Onda o'g'anken ismning barga yer nima ekan? Nojiqqa shu birinchi daraja turdi. Shu yer birinchi gapniki boshqa akirishning sababi shu. Endi mayadim endi birinchi ismniki ta'rifini bildik, ism ashdaq bir ma'ni ekan deb. Onda o'g'anken 3 narsa oldu. 3 narsa biz buni ma'ni tarafini buni bildik. Ammo zohiri buni qanday bilamiz? Kitoblarda u yerga kelib qolgan esa, hozir endi ismdan pilni harften her birisine ayrım kılgan zahiri bir taşkiri alametler var. Biz şu alamet qarab, andaki ma nemiken, ma pilken, ma isimken, ma harfken deb nem qilamiz, onuğa bilimiz. Hem de şunun üstü toxtuldu hazır. Hem de jar bilen, tanvin bilen, nida bilen, ilplan bilen ve musnad bilen isim üçün ayrış deyli temiz. İsim üçün ayrış hasıl oldu bu ayrış. Nimeden ayrış? Nimeden ayrış? Pil bilen harften ayrılıp getiş. Yani isimdeki pil bilen ayrıldığın zahiri alametler var. Ben bu alametlerdeki kabı, benim şu 5 tane alamet. Ben bu 5 tane alamet bir kalamda kelime şundak olsa, biz onu yapalımız, bunu isim deyipler, şundak zahiri karaplamıştak çoğu bilmeyiz. Bunun ayrılıp durduğun 5 tane alamet var deydi. O kabı, ben hazır dediğimizde zir. Onu ne dedim? Musannif jar dedi. Nima uchun jar deydi? Jar degan gapniki o'zi, mesela kasra desa bo'ladi.
Kesire degan gapniki o'zi, buni Uyg'urcha zir deymiz, jarning o'zini zir deymiz. Ammo ikkisining o'tir farqi nima? Kesire degan gap omilniki sababi bilan nima bo'lmaydi, paydo bo'lgan zir emas u. U nima kelimaning o'zi, vazi qo'ygan vaqtning o'zi shubbatim vujud keldi, mabdiniki. Aş hareketning o'zini, zirning o'zi kesire deydi. Omilniki taqozosi bilan, biz zir o'qiti degan taqozosi bilan undaqcha bo'lmaydi. Ma jarcho yuqorida zir o'qitiga bir omil keladi, shu omilniki sababidan andiki bu kelimening tahdiki oxirgi harfniki o'zini bo'ladi, zir bo'ladi. Men mush zir bilan mana nima ismning o'zi pil bilan harfdan ayriladi. Ya'ni bir kelimaga qarab baqsak, yuqorida bir omil kirib bu ismniki oxirida zir bo'lgan bo'lsa, ha, bu zir qarab ism ekan, bu pil emas ekan, harf emas ekan deymiz. Bununla ayrılib ketdi. Bu. Endi xo'sh, ba'zi pillarda lam yarmi deganlardek bağım deylemdi. Bu lam yarmi degan bu pilniki o'zniki u yerda zir bo'lishniki o'zi lamniki sababidan emas. U lam nima qiladi? Uniki oxirini pilnik oxiri sakin qiladi. Aslida naqs bo'lganikin oyatga yoki chub ketdi. Yo chub ketganligi shunga aslida lam yarmi degan yava u yerda asli sakin qildi, ana sakin qon bo'ldi. Bu yerdagi zir kelimening oxirida olmadi. Hem o zirniki özü kelimenin özü de bağlı. Gelişinin amın başka. Şu bunu, şuna harf nemede yok, o pildi çok yok. Fakat isimde bağ değişmek sebepçi şu. Yeni bir saniyedeki tenvin. Mesela zirniki özü yukarıda isim kirga vakti bir amel kirdi bir. Bu oldu. İkincisi muzafın ilay olan isimdeki küpünsinin boludu, zir boludu. Muzafın ile küpüncüsü işimiz eğer o muzafın ile olan isimdeki özü gayri musirip olsa zir olgan yani özüden nem dep okuduk, ziber bolu dep okuduk. Bu zir bu olan yeni bir saniyedeki tabi. Yani nemo tavabi dep okuduk. Anda onu yukarı isimnin özü zir olan olsa bu isimnin özü ne boludu? Ergişip gelgen ya sifat ya etip bayan ya bedel bulup müştak kelgen bolsa uçanın özü takit bulup kelgen vaxtı zir oludu. Mene üç taraftan isimden boludu, zir oludu. Şimdi tenvinle mi ayrıldı? Hasıl payda oldu dedi. Tenvin degen neyman? Aslında iki nun. Nevvene yunavini tenvinen. Yani nun kıldı. Yani o isimdeki ahirinin nun okuyduğun ama xatti yok o nun. Ama labziniki özüden nun okuyduğun neyme o isim, nerse, kelime deyin ki. Mesela Zeydun dedik. İşte ama bizim ağzımızda Zeydun deyip nun çıktı. Ama xatti bağma nun yok. Xatti yok. Hem yazılıştı mı yok. Hem xatti mi hem yok. Hem bunu ama labziydi bağ. Labzide Zeydun deyimiz. Duniki özü iş kata kıldı deyip nun okuduk peşteki özüde bu neymi o tenvin deyimiz. Hem de bu tenvinlik özü fakat isimdi bağ. Hiç kandak vakti özüde harfte ya kelimede yok, pildiçi yok. Kandak bir kelimenin özü ahir tenvini olan bolsa, uçanın özü neymi boludu o, ben uçanınki özüde bu isim boludu deyip onu çok tunuvalımız. Şimdi tenvin yine Arap dilde bir kanç kısım kelidi. Bu gap uzrap kelidi hem de mesela tenkir üçün kelidi deydi, temkin deydi, yani onu da başka mukabele deydi, ivaz. Deydi, ivaz deyip keldiğin selci karak. Yani bunu siz bizge çık uçuraydı. Bunu okuyalış gerek. Yani bu yerde ivaz degeni tegişip degen gap, yani muzafın ile u yerde çüp ketidi. Muzafın ile çüp ketkenliki onu amlaştırıp man nun şaygi üçün neme kıldı, onu çok keldi. Yani şu muzafın ile cümle olan nesin orada ma isim kipti de tenin şunu çok nem kıldı, uqturdu. Degen ne boludu? Boldu. Mesela hayna izin. Hayna izin degen izin degen muzafın ile yani bu yerde bu ne için temin olursa çünkü onu tehdidin bir muzaffa. Şu muzafın neyi var? Şundan onu değiştirip nunun üzerine şu an ayet nemi okuldu? Nun okuldu müştakçı deyimiz. Mesela yine ayet diye muşvakta diyen gap. Yani sen aş işte kavakın üzerine diyen cümle var. Şunu ki onu çürütüp onu orama nun ekirip onu değiştirdik deyip müştakçı kıldı deyimiz. Bu cık uçuraydı bizdenki nehvi yani Kur'an edisnada. Ve entum hina izin tendurun mesela. Hem de üçüncüsü yani dördüncüsü eldir. Ben el bilen isimniki pil bilen harften ayrılganlığı ne boludu?
hosil bo'ladi deydi. Ya'ni bir ismniki o'ziga, bir kelimening o'ziga deydi, bir ilmlam kirgan bo'lsa, biz shu ilmlarni qarabla, ondan keyin nima qilamiz? Ha, bu ismkan, belgisi o'sha, belgi shu bo'lgandan keyin deymiz. U nima bo'lmaydi? Fe'l yoki harfchi bo'lmaydi. Buni bo'lgan bo'ladi. Ondan keyin bu yerda al deyishniki o'zi nima uchun bu al deydi desa, chunki ilmlam demay. Bunda deyishning o'zi al degan o'zi bu alninki o'zi asli ilmlam. Ilmlam deb bo'lgan gap. Buning o'rtasida ixtilof bor. Ba'zi olimlar bu ilmlamniki o'zidan al degan vaqtida ya aniki o'zi yoki lam, sokin bo'lgan lam ikki kelima tarkib topadi yani. Buning o'zi shu yalaqi ma'rifa hamda ilmlam kirgan vaqtida yoki ma'ni ilmiga asosan ya zihniy uchun bo'ldi yoki istig'roq yoki jins uchun bo'ldi yo uchun bo'ldi degandan buniki ma'rifa ekanligini bildirishda ya hamza bildirdimi yoki lam bildirdimi? Bunun nima var? İxtilaf var. Şu itibarla mana İbn Malik rahmetullah aleyh bu yerda her iş gelisi. Yani her işe el bilen iş gelisi isim kirse o canınız nima bo'ladi? Mana o isim bo'ladi. Bir kelime kirgan bo'lsa, bunu isim deb o'qiymiz deb men mushuni kirgizish sababchi shu. Endi musnadin. Beşinchisi musnad bilan mana ismniki mana ayrilish. İsimniki pil harfdan ayrilish hosil bo'ldi dedim. Unda o'yladiki musnad degan nima? Musnadun degan nima degan gap? Bu ism maf'ul. Yani nima degan gap bo'ldi? Asnada yusnidu isnadan. Sanat degan nima? Mudaq, mesela defter qalamning yuzi mudaq tushib ketsa, mudaq telib qo'ysak, uni sanat deydi. Yani isnad, yani yo'lab qo'ydi degan gap. Unda o'yladiki isnad degan gapning o'zi ma'ada ma'gapning ma'ni tayandi. Ma'ni asosan ma ishni qildi degan shu ma'noda bo'ladi. Unda u musnadun degani isnad qilingan. Bu ma'naviy gap, belki tushunmak sal tas. Unda o'yladiki ismniki o'zi musnad bo'ladi. Musnad bo'ladi degan gap nima degan gap? Musnad lahu bo'ladi. Ya'ni musnad bo'ladi degan gap mesela Zaydun qoimun. Zayd o'rtog'idir desak, Zaydniki o'zi musnad ilayhi bo'ladi. A xabarniki o'zi nima bo'ladi? Musnadun bihi bo'ladi. Endi bu nima uchun unda deymiz? Chunki a xabarning o'zida ismga, chunki jumladagi asos turk nima? Mubtada. Uniki nemisi? Uniki xabari o ikkinchi o'rinda turadi. Shunga mubtada asos tushib ketmaydi, xabar tushib ketadigan ish shu nojiq. Uniki xabari yo'q, qarina yo'q, aşağıdaki ahvoli qarab. Shu bu kalamniki o'zini asos tutib turadigan narsa nima? Mubtada. Hem musnad ilay bo'lgan fa'il bo'ladi, qolgani nima? Qo'shimcha. Unda o'ylaykin bu yerdagi musnad degan yo'llanguchi. Nimaga? O'zidagi ma'niniki o'zi uqtirish uchun mubtadaga yo'linib, andagi ikkisi birlashib, andagi bir ma'nini nima qildi? Bildirdi. Meni bu e'tibordan ism nima bo'ladi? O'chan o'zida musnad bo'ladi. Ammo pilvan harf bo'lamda musnad bo'lmaydi. Masalan, nima deymiz? Zaydun, masalan, Zaydnahun zarabadur. Ma'nisini demak. Demak, masalan, Zaydun qoymahundur. Yoki Zaydun pidur. Digil olmaydi. Ya'ni Zaydning o'zi zarabadur deb ma'nisi eshaqsa urdidur deb o bir gap jumla bo'lib inaz. Zarabaning o'zi pil bo'lgan bilan bir kalima bo'lgan uni tahlini fa'il va urdi ol Zayd bo'ladi, o'sha ayrim. Mana Zayd urdi ol Zayd degan ekan, apropos zarabaning o'zi hech qanday bir narsa bildira olmaydi. Bildiramning mustat olmaydi, xabar bera olmaydi. Zaydnahun zarabahun kan. Digil bo'lamda yani urduğa xunkan de digil olmaydi. Bo'lmagandan keyin o ism nima bo'lmadi ana isimdan boshqa narsa o'zi mustat bo'lmadi. Ham Zaydnahunning o'zi pikan yoki Zaydnahun o'zi hattokan yoki bakan digil olmaydi. Undaq uningda mubtadodan asos qilib ikkinchi bir yer xabar bergan olmaydi. Belgili olmagandan keyin bu nima demak? İsimden başka narsa mustat bo'ladi. Men mushni qarab biz andaki ma ismkan deb nim qilamiz uçan o'zida mana onun uchun bilimiz deydim. Shuning bilan ismniki pildan harfniki o'zin orib turgan alomatlar mana İbn Malikniki ko'z qarashicha qancha ekan? 5. Endi bu yerda nido qilibdi. Endi nido bilan nima qiladi? Ayriladi. Ya'ni nido nima? Munada. Nida degani qichidi degan gap. Yani bir ismniki yani bir kelimeniki isim bo'lish uchun jazman o ismniki o'zi munada bo'ladi. Qichiriladi. Pil bilan harfni qichirlamda unida jon yo'q yo aql yo'q. Unda o'g'anikin uni qichirilmasan yo zarba yo daraba, hey zaraba yoki yo pi yoki hey pi yo an yo min degan bo'lamda
u bo'lmaydi. Unda bo'lgandan keyin ism bo'lgan narsa nima bo'ladi ekan? Chunki ism bo'lganligini ko'pincha ikki xil narsaga ayriladi, jonliq va jonsiz deb. Jonliqni o'zadi bilamiz, ammo jonsiz narsaning o'zini nido qiluvchi bo'ladi. Buniga yani yozuvchi nima o'zi tasavvur nima qilish, bir narsa qilish orqali, masalan, Qur'oni Karimda ba ya jibal awbir degan tog'ni nido qiladi. Yani onun boshqa jonsiz narsani nido qilgan ish va bu yerda bir ma'nini ko'z tutib qiladi. Bo'lmasa jinsiz narsani u qishsak u ishqana biza bildimagandan keyin u gap qilish, qishirishning o'zi nima foydasiz, ammo foydali bo'lgan vaqtning o'zi uchun u bo'ladi. Mana undan boshqa mana fe'l harflarining o'zi masalan ya qama, ya zaraba yoki alima yoki hamida deb aytaq qichig'il bo'lamda bo'lmaydi. Undan o'g'andan ismdan boshqa bo'lgan kelimaning o'zi munoda bo'lishga yaramaydi. Yaramagandan keyin qayerda bir ism munoda bo'lib kelsa, biz shu ismniki o'zini nima deb bilamiz? Uçağın o'zida buni mana ism debcho bilamiz deydi. Munoda bo'g'ilib bo'lmasa, qichig'il bo'lmagan vaqtning o'zida nima deymiz uni? Ya fe'l ya harfto deb mustaqdim qilamiz, uni bilamiz deydi. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.